Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ana ko'prik ko'rinyaptimi? Kechqurun yaxshi ko'rinadi. Svetlar yonib. Mana shu ko'prik. O yoqqa tortib qo'ygan. Hozir oldidan o'tamiz. Sekin tomosha qilib o'tib ketamiz. Boshlanyapti mana. Yovuz Sulton Salim. Shu turklarni sultonlaridan biri Sulton degan sulton ekanda. Salim degan sulton. Yovuz Sulton Salim. Salim. Через 500 метров ваше место назначения будет справа. Qora dengizga yo'l. Ana kemalar to'lib yotibdi. Mana konteyner yuklab kelib turibdi parom. Bu tomon endi Turkiya tomon. Bu Qora dengiz mana tomon. Yaxshi ko'rinmayapti. Ko'prikni ko'raylik undan ko'ra. Ваше место назначения находится справа. Dengizam tuman. Kema ham juda katta ekan. Mana 200-300 konteyner yuklayapti. Hech kunduz o'tmasdi. Kechqurun o'tardim. Uncha joy ko'rinmasdi. Mana dengizlar ko'rinmas edi. Mana ko'prik ham tugadi. Uzunligi ham 600-700 metrmikin chamamda. Bo'ldi, Yevropaga o'tdik. Европейский часть Turkiya. Shunday qilib safarimiz davom etadi. Keyingi yana bir shunday chiroyli joylarda uchrashguncha xayr deb qolamiz. Bloger bo'lib olaman shekilli endi mana. Blogerlarga shu normalni bo'lib qoladi o'xshaydi. Minutlik, 4 minutlik mana reportaj.